Bir kishi Mardikor bozoriga bordi-da, hojatxonani ko'chirgandik, bir uyum najas bor, chelaklab tashish kerak, dedi. Hamma o'girilib keta boshladi. Ikkinchi kuni yana bordi. Yo'q, bunaqa ish qilmaymiz. Yuklab tushirish, tashish bo'lsa ekan, boshqa gap deyishdi. Undan ko'ra shu yerda kunni kechlaymiz. Uchinchi kuni bir yigit ro'para bo'ldi. Mayli aka, roziman har qanday ishga. Pulga juda muhtojman. Ayolim ro'za tutgan, uyda yegani non yo'q. Shunda uka, dedi haligi odam. Mana bu sandiqdagi pul sizga. Hammasi. Hech qanaqa ish yo'q. Zakot berishga haqiqiy muhtojni qidirdim. Yaratgan egam sizlardan rozi bo'lsin, dedi-da mashinasiga o'tirib uzoqlashdi.